601 savol. Metanga qaysi alkan qo'shilganda massa 12 marta, molar massa 2,4 marta oshadi debdi. Birinchisi metan, keyingisi noma'lum alkan SnH2n + 2 formula bilan ifodalanadi. Mollarni bilmayman, shuning uchun 1 molga x mol qilib oldim. Metanning massasi 16 edi, mana shu 12 marta ortibdi. Shunda jami 192 bo'lib qoladi. 16si metanga tegishli bo'lsa, qolgan 176si noma'lum alkanga tegishli. Molar massa esa 2,4 marta ortgan. Ya'ni bu gazlar uchun umumiy o'rtacha molekulyar massa degan ma'noda keladi. Buniki 16 bo'lsa, 2,4 marta ortgandan keyin 38,4 bo'lib qolar ekan. Bu nima? 38,4 desa ham o'rtachasi. Xo'p, o'rtacha molekulyar massani aniqlash formulasiga qo'yib yuboramiz. Metanimiz 1 mol, keyingisi 16 massasi, keyingisining massasi ma'lum, moli noma'lum, shuning uchun 176 gram massa olib ketaveramiz. Metanda moli 1 mol, keyingisi x mol teng bo'lar ekan 38,4 ga. Taqsim 1 yozsam hech narsa o'zgarmaydi, proporsiyali tenglama qilamiz. 176 ga 16 yana 192 ni beradi. 192 ni 1 ga ko'paytirsam 192 barobar 38,4 ni 1 ga ko'paytirsam 38,4 plus x ga ko'paytirsam 38,4x. 192 dan 38,4 ni ayiraveramiz. Chiqadi 153,6 barobar 38,4x. Noma'lum aniqlash uchun, ya'ni x aniqlash uchun 153,6 ni 38,4 ga bo'lib olamiz. Chiqadi bizda 4. Hop, x deb nimani o'rgandik? Noma'lum alkanda molini o'rgandik. Noma'lum alkanda 4 molini massasi 176 gram ekan. Bizga noma'lum alkanning o'zi kerak. Qaysi alkan qo'shilganda degan savol bergan. 1 molni massasini aniqlab olamiz, ya'ni 176 ni 4 ga bo'lib olamiz. Chiqadi bizda 44. Bu esa propanga to'g'ri kelar ekan. S3H8. Javobimiz esa B.